Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bilasizlar, biz yangiliklardan qo'yishdan to'xtamaymiz. Yangiliklarimiz chiqqan, juda ajoyib narsalar chiqqan ishlaydi. Buning nomi akvarium. O'ynaylari ham, dishlari ham akvariumga o'xshagan. Barcha ajoyib ishlangan. Juda hozir trendda eng konkretniy joyda bilasizlar. Eng katta bodog magazinda bilasizlar. Mana O'zbekiston bo'yicha, O'rta Osiyo bo'yicha desam ham bo'laveradi. Kattasi. 1 tonnali, 1,5 tonnali, 2 tonnali materiallarga cheksiz chegirma qo'yib yubordim. Bunaqasi hali hech kimda bo'lmagan. 1 tonnalilarimizniki vaqtcha asallari kelgan asallar. 300 kilolik so'raganlarga 300 kilolik tozda 300 kilo bu. Ko'chadagilarga o'xshab moxlokka emas, konkretniy bomba. Videom yoqqan bo'lsa bitta like bosib, tatas jo'natib yuborsalaring, YouTube kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Moshnachamga cheksiz aksiya qilib yuborganman, xudo xolasa. Vodiy ichida dastavkasi bilan $2100. Qalay ketyapti bu narsalarchi? Xudo xolasa trenddamiz. Jempi ochig'i, yopig'i hammasidan bor. Bu filialimiz ikkinchisi. Birinchisi Novoy ko'chasida avval klinikani oldi. Islom Karimov instituti oldi. Videom yoqqan bo'lsa bitta o'tib like bosib, xudo xolasa boshi katta ota-onaxonlarga qadarga hissalaring bo'laveradi. Keladigan Qur'on hayotda xudo xolasa jam mashina bo'lmasa ham kinoshkalarga qadarga hissiz bo'laveradi. Buni qarang, ajoyib, bu ajoyib. Hali bronzhilikka o'xshaydi, o'qlar ham o'tmaygandan. Kinoshkalarga mendagi tonirovkalar qilib akvarium deganini olib bersalar ham bo'laveradi.